Savol. Assalomu alaykum ustoz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dushanba va payshanba kunlari amallaringlar elib chiqiladi. Ammo adovatlashib qolgan ikki kishining amali qachoniki ular aplashib qolganiga qadar saqlab turiladi degan. Necha vaqtdan yaqin o'tgan do'st birodarlarimiz bor edi. Ma'lum ushshaq ishlar tufayli ranjishib qolib, biz aralashib o'tolmaydi ekanmiz deb izlashmaydigan bo'lib qoldik. Shundaqla salomlashayli desak, biror yerda uchrashib qolmadik. Bu xil izlashmaganligimiz adovat doirasiga kiramdi. Javob: Va alaykum assalom. Bu xil izlashmaslik adovat doirasiga kirmaydi. Chunki mijozi va iqi kelishmaydiganlar bilan cho'qim aralashib o'tish kerak emas. Lekin uchursa salom qilish va salomini ilik elish kerak. Unda qilmasa andin adovat doirasiga kiradi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.